Assalomu alaykum hurmatli prezident. Assalomu alaykum hurmatli hukumat rahbarlari. Men Buxoro viloyati Kogon tumani O'vachili massivida joylashgan Qahhor Qozoobod fermer xo'jaligi boshlig'iman. Hurmatli prezident, ushbu murojaatim sizga aynan ariza sifatida murojaat qilyapman. 2024-yilni yakuni bilan davlatga, ya'ni klasterga paxta, g'alla rejasini bajarib, ortig'i bilan paxta topshirgan edik. Ammo topshirilgan paxta kredit asosida yetishtirilgan bo'lib, hozirgi kungacha kredit olingan imtiyozli kreditlar klasterni, uyini, bu yerdagi prokuror, hokim va majburiy ijro tashkilotlarini aybi bilan hozirgacha yopilmagan. Sababi bitta. Klaster bizadan paxta, g'alla hosilini olib, hozirgacha to'lovni amalga oshirmaganligi sababli fermer xo'jaligi olingan imtiyozli kreditlarni to'lamaganligi, o'z vaqtida to'lamagan deb foiz to'lovlarini, ya'ni jarima to'lovlarini amalga oshirdilar. Bu ham bo'lsa sud orqali amalga oshirildi. Ushbu holat yuzasidan shaxsan men viloyat hokimiga, viloyat prokuroriga, tuman prokuroriga, tuman hokimiga murojaat qilganim befoyda. Umuman erta endin ana beradi, mana beradi degandan nariga o'tmadi. Hozirgi kungacha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan paxta terimi uchun 2000 so'm fermer tomonidan, 500 so'm esa klaster tomonidan to'lovga amalga oshirish haqida qaror mavjud bo'lsa-da, bu qarorni amalga oshirish bu biz uchun qonun edi, fermer uchun. Kreditni rasmiylashtirib 157 tonna paxta topshirdimda 78 million so'm qo'shimcha har bir kilogramm uchun 5 so'mdan paxtani terim uchun to'lov qildim men. Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan. Buni klaster to'lashi kerak edi. Lekin bu ham bajarilmadi. Klaster to'lamayman debdi. Vazirlar Mahkamasi qaror qilgan bo'lsa, vazir borib vazirdan ol dedi. Sudga berdim. Suddan xuddi shunday javobni oldim. Fermer xo'jaligi deydi. Fermer xo'jaligi. Klaster bilan 5 so'mdan paxta terimga qo'shimcha topshirish haqida shartnoma qilmagan. Sen deydi vazirni sudga ber. Demak, men vazir Aripovni sudga berishim kerak. Chunki uni qabul qilgan qaroriga asosan men 5 so'mdan kredit oform qilib xalqqa to'ladim, terimchilarga to'ladim. Demak, buni ham qilaman demak. Qarang endi. Vazirlar Mahkamasi qaror qabul qiladi. Buni klaster bajarmaydi. Hokim majbur qiladi, terimga 5 so'm to'la deb. Prokuror nazoratga olmaydi buni. Umuman prokuror nazoratga olgan emas, olmaydi ham. Murojaatimiz to'laydi deydi, tanqara boradi. Yaqinga xudo xolasa paxta terimi kelyapti. Men o'tgan 24-yil uchun 24-yil topshirgan g'allamni pulini olib bilganim yo'q. Mana bugun yana planni to'ldirib 250 tonna bug'doyni berdim davlatga. Buni kimdan olsam? Buni nasib etsa xudo xolasa 26-yilga sud orqali olish mumkin bo'lsa kerak. Men tushunmayman, bu qanaqa qonun ustuvorligi? Prokuror qarayapti, viloyat hokimi qarayapti, tuman hokimi qarayapti. Men bilan tushunmayman. Majbur bo'lib sizga murojaat qilyapman. Majburligimning ham sababi rahmat sizga, mana shu nimalarni uyushtiryapsiz. Uchrashuvlarni sizni maslahatchingiz keldi, maslahatchingiz 25-may kuni Ismoilov Umar Sulaymonovich xato qilmasam. Shu yerdan turib 30 kilometr yo'l bosib, Vobkent tumaniga o'qishim qabuliga kirdim. U kishi 10 ta savol bilan murojaat qildim, 10 ta savol. U savollar qanaqa savollar? Umuman ijro etilmagan, prokuror umuman nazoratga olmagan, hokim nazoratga olmagan qarorlar. Bu qarorlarning hammasi nazoratga olinib, fermerlar foydasiga hal qilib berilishi kerak edi. Lekin umuman bu nazoratga olinmagan. Birinchi masalan.
Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 4-martdagi 121-sonli qaroriga asosan rag'batlantiruvchi koeffitsient berildi. 1.15. Bu kelib 24-yilning oxiriga buni u ham sudga berib olishimiz kerak. Oldik. Vaholanki bu prokuror nazoratida bo'lib, san to'lab ber. Bu fermerlarni mulki prezidentning farmoni deyish umuman bo'lgan emas. Men bilmadim, bu qarorda mazmun mohiyatini ham, raqamni ham bilmasa kerak prokuror. Bu aniq gap. Ikkinchi shu masalada 2022-yilning 9-iyun kunida Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 1.15 koeffitsient, ya'ni rag'batlantiruvchi koeffitsient bir-biriga almashtirildi. Bir-biriga. Bordik klasterga, endi bu 22, 23, 24-yilga bir koeffitsient bo'yicha to'lovni qil, rag'batlantiruvchi koeffitsiyentni. San bu rag'batlantiruvchi koeffitsiyentni san oldingsan, berilgan sanga bu. Yo'q, bu narsaga bermaskan. Sababi bir koeffitsient taalluqli emas ekan. 2021, 2022, 2023 ga. Adliya vaziriga murojaat qildim. Adliya vaziri xuddi shu paytda xato qilmasam mart oylariga Qo'qon tumaniga kelgan paytiga ko'rib chiqamiz dedi. Bir bo'yicha to'lovni amalga oshirish bo'yicha rag'batlantirish koeffitsiyentini. Ijobiy javob ololmadim. Bitta gap. 21-yildagi qaror 22-yilga almashtirilgan, tamom. Vassalom. Sudga berdim. Sud ham xuddi shunday javob. Taalluqli emas. 22-23-yilga ololmaysan. Nahotki olib bilmaymiz. Shavkat Miromonovich, siz 20 xato qilmasam 20-yillarga shularni inobatga olib o'sha paytda vazir edingiz. Vazir. Liverpoolda Buxoro sortlari hammasi standart bo'ladi. 4-tipga taalluqli bo'lgani uchun bu koeffitsiyentni ishlab chiqib, shaxsan sizning imzoyingiz bilan bu qaror turgan edi. Men buni olib berdim keyin. Bu masalaga qancha o'yinlar bo'lib ketdi. Buni qaytarib, nima apellyatsiya yozib fermerlar butun Buxoro viloyati bo'yicha. Xato qilmasam endi 1000 dan ziyodni ko'zim bilan ko'rdim men fermerlarni apellyatsiya berib, bo'lmagandan keyin Oliy suddan tasdiqlatib oldi. Sudya qarayapti. Sudyaga bitta gap. Klaster olib kelyapti, apellyatsiya shikoyatini yozib, apellyatsiya shikoyatiga nima yozilgan? Buxoro sortlari 35-tipga taalluqli sort bo'lgani uchun berilmasin deb. Axir sudya bilan manjashib ham qoldik. Shaxsan men o'zim. 35-tip Buxoro sortda yo'q bu. O'zi 5 ta tipi bor. Bu 4-tipga taalluqli 1-2 sorti. Bu bo'yicha bering desa agar, shuni ham 3 oy tortdi. Nima fermerlik qilarga ish yo'qmi? Buni prokuror nazoratga olsa bo'lmaydimi buni? Prokuror yo'q sudda. Bu azob oqibatlar bilan zo'rg'a buni amalga oshirib oldik. Mayli, bunisi ham bo'la turaversin. Eng asosiysi, mana hozir o'zingiz bu muammolarni ko'tarib o'tiribsiz. Bu muammolar suv tanqisligi. 30-yilga borib suv tanqisligi bu aniq. Unga ham haypaydigacha yetib qolamiz. Sababi bitta. Suvni hozir ekonom qilmasak, iqtisod qilmasak, ertaga hammamiz qop-quruq cho'lga qolishimiz bu aniq. Men shaxsan o'zim 75 gektar yerga tomchilatib sug'orish bilan yomg'irlatib sug'orish sistemasini texnologiyasini yo'lga qo'yganman. Bu azob oqibatlarini endi aytish imkoniyati yo'q. Siz o'zingiz aytdingiz, elektr energiyani o'chirmaysan, suvni yopmaysan, iminoy shu texnologiya asosida ishlaydiganlarga. 5 kunlab suvni o'chirib qo'ydi, elektr energiyani o'chirib qo'ydi. Bu haqida dod demagan joyim qolmadi. Faqat aytaman, tamom, o'tadi. Bu viloyat hokimi bilan doimiy telefonda gaplashib o'tiraman. Suv yo'q, aytamiz, tamom. Xayriyatki shu Buxoro viloyatiga bir xudojo'y, bir sizga hurmati baland, sizni farmonlaringizga itoatgo'y amalga oshiruvchi Amrillo Nazarov bilan Javadov askar bor ekan. Qo'qon tumaniga hokim yo'q, kerak emas. Men o'tgan chiqishimga ham aytganman. Prokuror ham kelgan emas, kerak emas. MIBni boshlig'i ham kerak emas. Chunki bularning qo'lidan hech ham kelmaydi. Nima ish qilib o'tiribdi ular bilmaydi.
Nima ish qilib o'tirganini bilmaydi. Endi oxirgisi shu masala bo'yicha, nima bo'yicha 2025-2024 yil 5-yanvarda PK5 farmonini qabul qilganmiz. Biz buni jonimiz bilan qabul qila oldik, jon deb qabul qila oldik. Chunki elektr energiya bepul. Soliqdan biz ozod bo'ldik, elektr energiyadan. Vaholanki 2024-yilning yarmisi 50%, keyin bu 2025-yildan boshlab 1-yanvardan 100% elektr energiyadan ozod. Bu nomiga ozod bo'ldi, nomiga. Bu farmonni bilmasam kerak. Na prokuror, na hokim bilmaydi buni. Viloyat hokimi ham bilmaydi buni. Bepul bo'lgan bizga, ber bizga elektr energiyani. Hozir ana damni beraman, 30 gektar yerga man 30 gektariga paxta gullagan. Suvni olishim kerak. Elektr energiyani o'chirib qo'ygan. Mana. Da'vo arza kiritgan elektrosiyat 65 million qarzing bor deb o'chirib ketgan. Nima qilayman hozir? Men uni o'chirib qo'ygan uni. Men hozir suvni ochsam, Abishni palif deydi-ku, shuni ochib yorib, so'raversam javob olib. Men subsidiya olganman, subsidiyani men to'lashim kerak. Hokimga boryapman, prokurorga boryapman. Buni elektr energiyamni yoqib beringlar. Men buni hozir ochib yorsam agar jabr ko'raman men o'zim. Lekin komissiyaning raisi buni 100% to'lash bo'yicha moliyaga chiqib, komissiyaning raisi tuman hokimi imzosini qo'ygan jimjimador qilib. Uzatdik buni. Ber buni pulimni moliyalashtirib ber. Men aytganman moliyaga moliya beradi. Elektrosiyat ketirib o'chirib ketgan. Men hozir dan berib bu kecha kunni yoqib yoraman, mana o'chib yoraman suvda. Nima uchun buni hokim jinoiy javobgarlikka tortilmaydi? Nima uchun hokimni cho'ntagidan olinmaydi bu berilgan mana subsidiya? Sababi bitta, komissiyaning raisi bu, nazoratga bo'lmaydi. Oldiga bordim. 10 kun oldin oldiga bordim. Suhbatda bo'ldim. Ber buni. Nachalnik militsiyam bordi oldimda. Ber, sen jinoyatga qo'l uribsan. Nima qilasan buni? Mana azob berib, prezidentning farmonini bajar. Bo'ldi, tamom. Men ertaga aytaman, ochib beradi. 10 kun o'tyapti. 10 kun. Qolgan paxta pulimni olib ber mana. Nimani olib, bug'doy pulini olib ber, men kreditimni yopay. Men klasterdan yerda olaman. Klasterdan yerda olaman, tamom deydi. Lekin qanaqa klaster qoldi hozir? Bahor Change tamom bankrot bo'lgan. 11 milliard soliqdan qarzi bor. Bankrot degan gap. Sizni o'zingizning farmoningiz bilan Vazirlar Mahkamasining qarori bilan buni imtiyozli kredit berish taqiqlangan. Bu O'zbekistondagi barcha banklarni rasvo qilib, endi Osiyo taraqqiyot bankidan kredit beradi. Kim beradi bunga kreditni? Kim? Saqlab o'tiradimi buni? Hozir yer berilgan yerlarni hammasini berilgan yerlar klasterga berilgan yerlarning hammasi ikkilamchi ijaraga berilgan. Ikkilamchi ijara ham qanday? Faqat yerda oldingmi? Masalan, men ikkilamchi ijaraga 50 gektar yordim, 50 gektar solig'ini to'layman, tamom. Paxta hosili qani uni, g'alla hosili qani, sabzavot polis hosillari qani? Kimga topshiradi u? Bu bo'yicha shartnoma yo'q. Asan yer topshir. Hokim qarab o'tiribdi. Qarab o'tiribdi. Nima qilasan? Ol qaytarib uni ber, bir ikkilamchi ijaraga o'zing ber, boshqa fermerlarga tarqatib ber. Ular hosilni bersin. Ular hosil bermaydi. Paxta ham, g'alla hosilni ham bermaydi. Hurmatli Shavkat Miromonovich. Bu qanaqa bu klaster bu? Bu qanaqa siyosat bu? Prokuror qayerga qarab o'tiribdi? Viloyat hokimi qayerga qarab o'tiribdi? Gapirsa shu, qo'pol bo'lsam la tamom ketdi. MIP men sudga berdim. Sud qaroriga asosan hozir 2 milliarddan ziyod men qarzdorligimni olishim kerak klasterdan. Sud qarori menga mavjud. Sud qarori mavjud turibdi. U menga berish kerak. Ismoilovga bergan 10 ta arizam, 10 ta savolim bo'yicha bu borib Qishloq va suv xo'jalik boshqarmasi bo'lim boshlig'i Ergashevning qo'liga tushgan. Mana arzamga javob beryapti u kishi mana bugungi ishlar bilan. Oradan ro'ppa-rosa 1 oy o'tgandan keyin, 1 oydan ham ziyod o'tgan, javob beryapti. Siz taqqoslash dalolatnomasiga asosan klasterdan 188 million qarz bor ekan. Yo'q, navzan bildi. Bu qanaqa bu aldamchilik? Bu qanaqa bu xatga javob berish? Xatni yuborgan menga, mayli, dalolatnomani yuborg'ay. Yana dalolatnomaga asosan deydi, ilova qilinadi, hech balam yo'q, yuborgan yo'q.
Kimga ishonaylik, nima qilaylik? Shumi endi prezident siz yaratib qo'ygan fermer xo'jaligi haqidagi qonunga itoat qilish. Bizlar nima itoat qilib o'tiramiz? Nima uchun sizning farmoningizda ijro etmaydi prokuror? Nima uchun hokim ijro etmaydi? Sababi nimada buni? Men tushunmayman bular. Kerakmi bular? Bular qo'pollikda g'irt jinoyatchini o'zi-ku bular. Jinoyatga qo'l urib turibdi-ku. Sizning farmoningizni bajarmasdan fermerni ugrobit qilib o'tirgan shular-ku. MIBga telefon qilyapman. Omar soliqdan qarzim bor, mayli 250 million so'mga qarzim shu evaziga. Menga olib ber klasterdan pulimni. Qarzimni yopaysam, "Ya siz ko'p gapirasiz" deydi, "Men sizga pul beraman." Menga puling kerak emas. O'sha meni qarzdorman. Men klaster mendan qarzni olib, sen yo'q meni qarzim. Siz bilasizmi dedi, siz menga o'rgatmang dedi. Klaster dedi 11 milliard deydi, soliqdan qarz bor. Uni men qildim. Sen qilding-da. Sen qaraydi, ko'zing qaraydi seni. Alloma ko'zing qaraydi. Kerakmi beram bitta boshlig'i? Murodjon degani bitta Murod degani bor. Kerakmi bu? Ana bu kecha kunduzga qarang endi. Men bug'doy o'rayapman. Ana shu kun hozir 14 tona qolgandi berdim bug'doyda. 10 kundan beri salarka deyman. Hokim boray, men salarkani aytaman, 10 kundan beri. Sotib bo'ldim salarkani men. O'zimni shaxsiy pulim. Lekin kredit turib beradi. Kredit bitta gap. Bir G'aniyev degan men bilmadim endi Botir Kamilovich o'zi bank sistemasidan chiqqan, tuman hokimi ham bank sistemasidan chiqqan. Uni poddershkasimi deyman-da. Men kredit oformib qilganman kredit. Sani nima ishing bu? Men kredit oformib qilib ber menga. Qaysi men bilmadim, men Luboy respublikada kerak bo'lsa jahon miqyosidagi har qanday dehqon bilan ham, har qanday agronom bilan ham men nima munosabatda bilib, u bilan men tortishishim mumkin. G'o'za gullagandan keyin o'g'it berilmaydi. Bu kecha kunda g'o'za gullab o'tiribdi. Hali o'g'it yemagan joyim bor. Kredit oformib qilganman. Sen kreditga nima ishing bu? Kredit limitini kim chiqardi? Men shartnoma qilgan edim, limit asosiga ber deganim yo'q. Bermanga, men o'g'itimni olay, salarkamni olib ishlay, o'g'itini beray, uni sug'oray uni. Limit yo'q emish. 10 kundan beri limit yo'q. Gapirsang bitta gap, tamom, ertaga hallaymiz. Qachon hallaydi bular? Paxta uji gulga o'tirdi. Bug'doyni barbod qildi. Barbod qilganiga shaxsan hokim o'zi aybdor. Shaxsan. Mana hozir avvalgi muovinni ishdan olibman, men uni bilmayman nima masala bo'yicha. Men shaxsan aytgan Martoga ko'zingga qara, ertaga xaltani olib gadoylikka chiqasan, planni to'ldiray deb. Mana gadoylar mavjud hozir, xalta olib yuribdi. Sabab o'g'it bermadi. Uni o'g'it sepishni o'zi salarkani bermadi. Suvni bermadi, mingta muammolarni chiqarib. Shu mart oyidan boshlab hozir kecha kunduzga ham kanalni betonlashtiradilarmi? Hurmatli prezident, betonlashtirish ham endi kelib birontasi bir sizga bir sodiq bo'lsa kelib ko'rsin. Kanalda avvalgi betonni qo'parib tashlab, shu mana shuncha bir 5 santimetrga beton yotqiryapti. Na uni ichi armaturasi bor, na setkasi bor, na vibratsiya qilyapti. Ana o'rta Xonobod kanal. Aholi bir suvni ochgan paytga urib ketdi. Urib ketdi. Na uni inspeksiyasi va nazorat qiladigan suvni, suv urib ketgan suvni olib, uni bo'yniga urishgan, jarimaga tortishgan. Qilamiz tamom. Hech qachon bir narsani xotiramdan ko'tarmayman, qarg'ani ko'zini cho'qmaydi. Haqqoniga bir rost bu. Hokimning oldiga bordik. Hokim ham Qazoqov, Otamurodjonni, Otabekjonni oldiga bordik. Bu qarasangiz bo'lmaydi, bu 1 metr suv 1 tonna kuch bilan og'irlik qiladi betonga. 2 metr 2 tonna bilan bo'lsa, u chidamaydi. Endi aytasizlar menga dedi. Senga aytishga biz do'ljimi? O'zing bor ko'r, komissiyang bu ishlab o'tiribdi. Mahallalaring bor. Nima uni har bitta narsani aytib berishimiz kerak biz unga? Nima emish, u kishini 62 ta ishi bor ekan. 62 ta. 62 ta ish nima bilmaymiz. Sanoq qilsa 2 ta ish ham qilmaydi o'zi u. Tumanni ko'rib o'tiramiz. Qanaqa investitsiya kirityapti, qanaqa ravnaq topyapti, hammasini siz qilib o'tiribsiz. Hammasini bilamiz biz. Hamma chiqishlaringizni ham bilamiz. Ko'rib o'tiramiz. Men bilaman, islohot orqaga qaytmaydi hech qachon, faqat oldinga ketadi. Hurmatli prezident, endi bu chegarasi bordir. Bu rahbarlar ham endi vaqti keldi bularni. Kerak emas beradi. Kogon tumaniga umuman kerak emas. Yo buni biron bir nimaga birlashtirish kerak. Tumanga. Yo bo'lmasa umuman kerak yo'q buni.
viloyat o'zi rasmida viloyatni istasaga tuman nima kerak? Bironta masala yechilmay qoldi bu yerda. Yer masalasi bo'yicha bosh prokuror talon-taroj bo'yicha bosh prokuror mas'ul. 20 ta murojaat qildi, 20 ta. Gektarlab yerlar talon-taroj bo'lib turibdi. Qarang, endi bitta narsani men aytaman. 2003-yilga bir mahalla qaror beryapti. Unga vakolat yo'q edi mahallaga yer berish. 2003-yilga. O'sha qarorni topib olganda bular kelib 2023-2024-yilga yerni olyapti. Qo'g'on taraqqiyoti MCJ'si degan MCJ'ni yerini olyapti-da, bittasiga sotyapti. Notarius qilib. O quryapti, uni kadastr bo'lib kadastr qilib beryapti. Hamma kadastrga ishimni haq qilib berdi. Mulkidir uni. Sudga beramiz. Mumkin emas. Bu eski qaror bilan. Notarius qilgan buni mulki, buni yiqitish mumkin emas. Prezidentning aksiyasi berilgan 18-yilgacha. Bu quryapti 23, 22, kerak bo'lsa agar 20-yillarga quryapti. Buni rasmiylashtirish mumkin emas. Bu yer davlatniki, bu haydaladigan yerga quryapti. Vaholanki 23-yilga quryapti. Sud ham tasdiqlaydi uni. Chunki uni mulki ekan, mulk uniki bo'lsa qurgan mulki nizaqonni quryapti-ku. O'lchab bermagan bo'lsa uni. O'lchab bermagan. Akti bo'lmasa uni, davlat ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, qanaqa qilib buni sud tasdiqlayapti? Sudyaga bitta gap. Prokurorga berasiz, sudga bering. Sen uni qarorga e'tiroz bera olmaysanmi? Bera olmaydi ham. Bera olmaydi. Mana 1 gektar yer talon-taroj bo'ldi. 2022-yilda ana Babacho'v massivi deymiz, xuddi shu massiv tomonda Yunus Temiryo'lchi degan fermer bor. 2022da 21ga bo'lsa davlat ro'yxatidan o'tib, hammasi reyestrdan o'tgan. Qarorni olyapti-da, Sharipov Erkin degani 2003-yil shirkat xo'jaligiga bergan foydalanilmaydigan yerdan 10 sotiq beryapti. Foydalanilmaydigan yer u territoriyada yo'q. Kelyapti-da fermer xo'jaligida 10 sotiqqa nima quryapti, imorat quryapti. Bo'rapti, bu ham xuddi o'shana sotyapti, bittasi olib quryapti, sudga beryapti, kadastr beryapti sudga. Sudya olyapti-da, bu mulk buniki, buni mulki daxlsiz, bunga tegilish mumkin emas. Yer nimani usib berilgan, fermerga berilgan, fermer yerga qurgan. Davomi bilan kengash chiqyapti, kengash. Fermerlar kengashi. Chunki fermerga pul yo'q o'zi, tamom. Fermer qotib qolgan. U da'vo arzani kiritishga pul to'lash kerak, fermer kengash kirityapti. Sudyani dunyoqarashiga qarang. Rajabov fuqarolik sudining raisi, fuqarolik. Fermerdan so'rabdiki, "Sen deydi, kengashga a'zo bo'lsang, vijdonlarini to'layapsan?" "Men to'layapman." "Hay. Sen bo'lmasa bitta arza yo'q." Bu ham tushunmaydi-da. Nima qilsin? Hamma fermer ham 100% tushunmaydi. Arza yozyapti, mana shu joyda yiqitib, senga olib berishga yozyapti. Yozdimi? Aslan o'ylamaydi sudya, qarang. Kengash arza kiritgan-ku, buni arzasini olib nima qilasan sen? O'ylayapti, sen notariy arza kiritding deyapti. Bu yer 12. Sen bunga tuhmat qilyapsan deyapti. Shu ma'noda. 1,5 million so'm fermer jarmaga tortibdi. Bunga qanaqa chidasa bo'ladi? Bular butun nima bo'lib qoldi-ku bular? 8 oyoq, 40 oyoq bo'lib qoldi. Bitta oyog'ini kessang, ikkinchisi tugadi. Prokurorda bitta oyog'ini kessang, bu yoqdan sudi chiqadi. Sudini kessang, mipi chiqadi. Bu yer butun talon-taroj bo'ldi-ku. Bu Qo'g'onda yerda bir nima qiladigan, nazorat qiladigan o'zi bitta tashkilot bormi yo'qmi o'zi? Kadastr turib aytayaptiki, bu haqiqatan ham deydi, bu yer deydi Yunus Temiryo'lchiga qarashli deydi. Lekin deydi, shu konturda deydi, ana beri 5 yozilganmi, 3 yozilgan bilmayman men deydi. Buni dumi bu deydi. Dumi notariy yozilgan deydi. Dumi notariy yozilgan bo'lsa, sen o'lchading o'sha fermerdikimi? Endi bu kadastr zemlyamer deydi, o'sha kadastr keldi, zemlyamer bu, yer tuzuvchi bu. Yo u harfni dumini kesish kerak, yo bo'lmasa agar klaster kadastr dumini kesish kerak, bu azamat bo'ydi. Prokuror nima uchun gapirolmaydi? Shaxsan siz o'zingiz 200 ming so'm pora bilan olingan prokuror Qo'g'on tumanidan edi. Qo'g'on tumani prokurori edi. Siz dunyoga jar solyapsiz, hurmatli prezident. Jar solyapsiz. Tamom, korrupsiya birinchi navbatda Buxoro viloyatida, O'zbekistonda tozalanadi, korrupsiyaga barham beriladi deb.
Qanaqa barham beriladi? Bu prokurordan keyin soliq inspeksiyasi tushdi. Men seni daromad solig'ingni kamaytirib beraman deb. Undan keyin hokim yordamchisi tushdi. Undan keyin muovini tushdi. Nima uchun? Yerni sotib beraman. Yer sotib sotib beraman, olib beraman deb. Bu qanaqasi bu? Demak, prokuror umuman yo'q. Chunki uni javobini berish kerak. Borsin ishini qilsin. Men bitta narsani aytay. Bularni bu saviyasi bilan, bularni bu harakati bilan, bular ish bilan ta'minla deb menga kelsa, men hokimini ham, MIPni ham, prokurorni ham fermer xo'jaligiga ishchi qila olmayman. Chunki o'sha ishni ham qila olmaydi ular. Oson emas hozir fermer bilan ishlash, mana bu issiqqa chiqib ishlash. Bu qiyin masala, hurmatli prezident. Qayerga boraylik biz dardimizni? Dod deymiz, dardimizga hech kim quloq solmaydi. Mana kelgan Ismoilov kelib oldilarda bu arzamni mana 10 ta savolimni o'ngga bir qaradilar, chapga bir qaradilar, mana to'g'riga qarab, mana zarf qo'lga berdilar. Bilat o'qim, Botir Kamilov qo'lga berdilar. Botir Kamilov olib tarqatib tashladilar. Mana bir oydan keyin men bitta javob olyapman. U javob ham qarang. Sen klasterdan 188 million qarzing bor. Sen bir ko'r. Ko'r bir sudga berilgan materiallarni ko'r. Bu qanaqa qarzaga javob? Bu ijro intizom bo'ldimi? Bordir aloqasi klaster bilan. Bor o'shani o'zimdan ishla, meni pulimni sen to'sqinlik qilib, meni qazzor qilib hujjat berishingga seni kim yo'l qo'ydi? Sudga beryapman. 1 milliard 35 million undirib edi. Fakt bilan beryapman. Fakt bilan undirib berdim. Puliga qistaydi buni qilig'iga. Murodov degan iqtisodiy sudning bitta raisi bor. Men bilmayman, bularni havoni issig'iga miyasi ishlamay qolibdimi? 1 milliard 18 million klassidan undirib beryapti. Bir oydan keyin u arza beryapti, mendan qarzdor deyapti fermer xo'jaligi. Mendan olib 1 milliard 446 million olib unga beryapti. Men aytyapman. O nimaga bunaqa qilyapsiz? Bu hujjatlar hammasi soxta. Sen deydi borib MIP bilan kelishasizlar ikkovlari deydi. Men MIP bilan kelishsam, sud nimaga kerak beradi sudya? Hurmatli prezident, bu savollarga men javob topolmaganimdan keyin alam yuragimda yonyapman-da, shunday yonyapman. Sizga murojaat qilyapman. Sizni yuborgan maslahatchingiz bunaqa qilib ketsa, bu sud berib bu talqinda ish tutsa, prokuror bu mazmunda ish tutsa, hokimlar bu ahvolda bo'lsa, MIPni saviyasi yetishmaydi, men kabita 11 milliard pulni soliqdan qarzorlikni men unga yaratib berdim. 11 milliard qarzor bo'lgan paytga surg'i chiqsang bo'lmaydi, uni rashotlarni. Paxtani sotgan paytga qarzi bor edi. Nima uchun paxtani sotgan paytga olib yo'qmading? Nima uchun bizani pulni olib bermading? Unga o'rgatish kerak emas ekan. Nima qilish kerak? Bo'lmasa unga o'rgating. Tepiyoring uchib ketsin, borsin bir ishini qilsin. Nima qiladi bu yerga u? Na sizni farmoningizni ijro etadi, na fermerga yordam qiladi. Faqat ishi mana shunaqa mashg'ul ishlar bilan bo'lsa, ijroni kim qiladi prezident farmonini? Bizani arzani ijrosini kim ko'radi? Gap bitta, prokurorga arz yozamiz. 2004-yilda Amir Temur shirkat xo'jaligi shaxsan fermer xo'jaligim bo'lgan paytga, o'sha paytga men 2004 ga tashkil qilganman, 10 million so'm qarzini olganman, xo'jalikni yopganman, qarzim evaziga MTPni bergan. MTP hozir mening mulkim. MTPni ichida bo'lgan 12 ta traktor, boshqa narsalar yo'q. Binolarni yiqitib ketdilar. Hozir qarasak, o'sha atrofini devorlar qo'ygan ekan. Axir kadastrga chiqdi. Bu 40 so'tlik yer bu. Bu mulkimiz bizani. Mulk qani, buni tov ber. Kadastr prokurorga berib, prokuror javob beryapti. Buni nimasi yo'q. Jinoyat alomati yo'q. Jinoyat alomati bo'lsa traktor qani? Yer qani? Yer ustidagi mulk qani? Nima uchun buni qurganni nima qilmading? Jazolamading. Zo'rg'a sud orqali chiqib, klaster orqali, kadastr orqali 51 millionga jarimaga tortib, uni ham yarpisini yiqitdi. Yarpisi turibdi. Bu ijrosi ekan uni. MIPni. Sen uni 100% nima uchun yiqitib uni fermerlarga olib bermaysan? Bizani qarzimizni o'shani mayli sot auksionga biz kelamiz. Qarzor bo'lgan bo'lsak, holat bo'yicha. O'shani sotib bizani qarzimizni yo'q.
Yo'q, o'ra boshqa variant bor. Qarang. Hokimiyatni nima uchun hokimiyatga hurmatim yo'q, hurmatli prezident. 2004-yilga nima bo'lgan? Tugatilgan shirkat xo'jaligini tugatildi. Bizani balansga o'tdi u yerlar. O'sha mol-mulk. Biz to'ladik uni qarzini yo'q deydi. Endi bu yoqqa qarang. 2017-yilga tuman hokimi qaror chiqaryaptiki, ushbu MTP nimaga balansiga olinsin hokimiyatda. 5 kundan keyin qaytarib shirkat xo'jaligiga berilsin. Shirkat xo'jaligini tugatilganiga 14 yil bo'ldi-ku. Bu o'yinga nima deysiz? Bu o'yindan конечно foydalanadi jinoyatchilar. Ana foydalangan ana shu. Traktor, hamma narsani yo'qotdilar. Hozir atrofdagi o'rab olgani uchun uni yiqityaptilar. Lekin yer holi turibdi. Yiqitmaydi uni. Yana bu o'yinni. MIPga o'rgatish kerak ekan, emas. Endi bitta narsa, hurmatli prezident, biz ham xohlamaymiz. Mana bunaqa holatlarni. Bu butun uyat bu. O'zbekistonni mana shu MIP, hokim, prokurorlarga uyat narsa bu. Qana ko'rmaydi, tumshug'ini tagiga bo'lib o'tirgan narsani. Har kun o'tadi ishdan. Qana ko'rmaydi bu narsani. 100% ko'radi. Bunga nima deymiz? Hurmatli prezident. Keyin endi savolni ustiga savol ko'p bo'ladi-da. Bu butun yurakka to'kilib ketdi bu. Men o'yladimki, endi Ismoilovdan bir narsa olamanmi deb. Lekin biror narsa olmadim. Vazirlar Mahkamasi qaror chiqaryaptiki, 2024-yilga olingan kreditlarni yopish, ya'ni to'lov qilish fermerlar tomonidan 1-sentyabrgacha to'lansin deb. To'lansin. Birinchi olingan kredit. Men endi kredit olganman paxta yetishtirish uchun. Olganman. Keling paxta yetishtirish bo'yicha gapiraylik. Bu 1-sentyabrgacha yopilish kerak edi. 1-sentyabr kuni yopilish kerak edi. Lekin paxta uchun olganman. 9-oktyabr kuni. Olib, paxta terimi uchun xarajat qilganman. Buni nima qilyapti? Buni mumkin emas. Bu to'xtash kerak edi. 1-sentyabrgacha olyapti-da. Men kredit olganman, buni to'lov qilmadi-ku klaster. O'sha summani keltirib, ana jarimaga tortib mana, jarimaga tortyapti. Axir sen jarimaga tortgandan oldin sen klasterga bir xat bersang yoki prokurorga chiqsang, fermer xo'jaligi mana paxta topshirgan, shu nimani yopolmayapti. Yo'q, sudga chiqyapti, sudga aytyapti-ki, siz shartnomangizni yopamiz. Ammo aytyapman sudga Murodov, 1-sentyabrgacha berilgan. Men bilmayman, men xususiy ajrim chiqaraman hozir, xayr. Ras shunday qilgan bo'lsa. Xususiy ajrim ham chiqardim. Xususiy ajrimni kimga chiqaradi? Bankka chiqaradi. Bankda o'sha o'zi arza beradi, o'shani jazolaydim, hayotga qilmaydi. Hozirgacha turibdi. Buni ijrosini kim ta'minlaydi? Kim ta'minlaydi? Qotib qolyapti boshimizdan. Nima qilish kerak, hurmatli prezident? Gapirsang, MIPga, ana men buni hozir yerini olaman, klasterdagini sotaman, uni qarzini yopaman. Qanday sen yopasan uni qarzini? Yo'q, olaman, yerni sotaman, sizni qarzni. Nima uchun bu o'zi yopmaygan? Nima uchun hashamatli, 10 etajli gaz sinsalari, soda ishlab chiqaradigan zavodlarni nima uchun konfiskovat qilmaysan? Ha, qildik, biza bir ikkitasini bizni ustimizdan yozdi. Ha, noto'g'ri qilibsan-da. Ha, qil. Nima qilasan sen davlat yerini sotib, uni meni qarzimni uni yerda hisobdan yopib, o'zi bersin. Nima yo'q bunga texnika? Hamma texnikalari bu-ku. Biz ko'rib o'tirmiz-ku uni. Etib sotib kirim qilmagan. Eng achinarlisi nima? Soliqdan yoshirish. Soliq fermer xo'jaligi soliqdan qarzi bersa agar yugurib keladi. Ammo topshirgan 157 tonna paxtani 24-yilga topshirgan paxtani hali kirim qilgan emas klaster. Nima uchun kirim qilmadi? O kirim qilsa agar soliqdan endi to'lash kerak. Hozirgacha qilgani yo'q. Bir kishi aytmaydi. Asan nima uchun to'lamading? Men chaqirib hokimga bordim. Qazoqovga, Otabekka. Men aytdim, chaqiring, xaybera MIP, men siz bir arani ochaylik. Don kombinatga. Hozir men chaqiraman dedi. Hayotga hokimni telefonni ham ko'tarmaydi, maylisiga ham kelmaydi klaster. Xuddi shuni ham bil. Tamom, uni gapi bittami, ertaga yerini olaman. Qachon olasan sen? O'lib bo'libsan yerda. Toki prezident
aralashmasa sen ololmaysan. Hurmatli prezident, men buni bir ariza sifatida sizga murojaat qildim. Ahvolimiz juda og'ir. Hech ishonch yo'q. Bu hokimiyat tizimiga ishonch yo'q. Shaxsan mana shu Kogon tumani hokimi, viloyat hokimiga men ishonchsizlik bildiraman. Bularni nimadan joyini almashtirish kerak? Kerak bo'lsa agar xalqni o'zi ham boshqarib beradi. Xalqni o'zi ham boshqarib beradi. Sizga bular hammasi ko'z bo'yamachilik qiladi kelgan paytingizga. Bu fermerlar, televizorda ko'radigan fermerlarimiz 100 tadan 2 ta 3 ta bo'lishi kerak. Bora. Lekin uni ham bilamiz va qanday sharoitga ishlayotganini ham bilamiz. Meni fikrimga men bilaman, men hech kim da'vat ham qilmayman bu masalaga. Men o'zim arz qilyapman. Lekin bu hamma fermerlarga bu bor muammo bu. Bu muammoni yechish faqat sizga murojaat qilganimizdan keyin amalga oshmasa, boshqa vaqt bu amalga hech qachon oshmasa ham kerak. Hurmatli prezident, men endi bordi, chunki Ismoilovga bergan nimalarim bo'yicha, arzam bo'yicha men Ismoilovdan norozi bo'lib sizga murojaat qildim. Men ishonamanki, bu meni arzam, yozgan arzam yo'lga qolib ketmas. Lekin sizni har bir chiqishlaringizda, chet davlatlar bilan muloqotda bo'lishingizda, investitsiyalarni kiritishingizga men roziman, besh ketaman. Xususan bir mamlakatga borganda ikkinchi mamlakatni ham ko'rib kelib, davlatimiz uchun, ravnaqi uchun harakat qilishingizga ham men tan beraman. Bir narsa xursand bo'laman, mana sammitlarga ko'raman hamma prezidentlarni, lekin sizni chiqish paytlaringizda hamma prezident sizga nisbatan hurmatini ham sezib turaman. Hurmatni. Doim boshimizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yurtimizni tinchligi, ravnaqi uchun yana harakatda bo'lib, sog' salomat bo'ling. Men sizga ishonaman, shaxsan men ishonaman. Lekin bu iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga foizi tagiga cho'p qo'yadiganlarni yo'ldan olib tashlash siz uchun hijma emas. Rahmat, hurmatli prezident. Men bilamanki, bu meni murojaatim sizga bor yetadi. Shu fermer bo'lganimdan keyin sizga bir 20 ta arz yozgan bo'lsam kerak, birontasi borgan emas sizga. Lekin Ismoilov qo'lidan javob olganman. Ko'rib chiqyapti, javob beramiz, shunaqa qolib ketgan. Bu endi murojaatim shu yerga qolmasin. Hurmatli prezident, sizdan iltimos. Ikkinchi masala, bir narsani siz yaratib bergansiz bizga, mana shu fermerlar kengashini. Fermerlar kengashini. Bo'lmasa biz suvga chiqib bilmaymiz. Ana hozir davlat boji to'lash, bitta apellyatsiya beryapman, 18 million. Qayerdan beramiz uni? Rashod-shotimizga pulimiz bo'lmasa. Ertaga uni ham to'lab ham bilmaymiz. Noxos bu ishonchli sudyalarimiz qarorida ular tomonga o'ng'arib yuborsa. Hozirgi paytga shaxsan viloyat fermerlar kengashiga murojaat qilib o'zim borganman. Qo'yib ber. Bironta bir yosh kadrda. Mayli